Assalomu alaykum Expressbet YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Xbet kontorasida liniya uchun kuponlar tahlil qilamiz. Bugungi o'yinlar uchun kupon qilamiz. Hop. Angliya ligasidan boshlaymiz. Angliya chempionati Championship. Bu menimcha ikkinchi liniyadagi klublar Sheffield United va Middlesbrough uchrashuvi bo'lar ekan. Oldingi uchrashuvlarda Sheffield United yutgan ekan. Bir marta durang. Ikki marta Middlesbrough yutgan ekan. Oxirgi uchrashuvda ham Middlesbrough yutgan ekan. Bugun Sheffield United uyida. Bunga do'stlar ikkala jamoa gol uradi variantini olamiz. Videoni boshlashdan oldin men ko'rib chiqqandim boshqa variantlarda ham eng ishonchlig'i shu variant ekan. Sariq kartochka. Sariq kartochkada 2,5 dan ko'pga olamiz. Angliyada o'yin tugadi. Ispaniya Primeras. Ispaniyada o'yin tugagan, bugungi o'yin yo'q. Prosta bugun 9-kuni, bugun 1:00 da Real bilan Valensiyaning o'yini bo'lganligi uchun liniyada bu o'yin qolib ketibdi. Italiya A seriyasida Atalanta va Cremonese klubi ekan. Atalanta o'ziga yarasha kuchli komanda. Va 3 marta Atalantani yutug'i, 2 marta durang va 1 marta Cremonese komandasi yutgan ekan. Oxirgi uchrashuv ham durang bo'lgan ekan. Bu yerda katta ehtimol bilan Atalanta yutadi. Shuning uchun biz 1ning individual totali birinchi natija va plus totalga olamiz. G'olib 1 va total 1,5 dan ko'p Hga olamiz. Burchak to'pi. Burchak to'pida albatta Atalanta ko'proq hujum qiladi. 5,5 dan ko'p. Atalanta 5,5 dan ko'p. Ya'ni 6 ta kupon deyman. 6 ta burchak to'pi olsa kuponimiz o'tadi. Yoki umumiy totalda 8,5 tadan ko'p. Bu variant ham yaxshi. Roma va Cagliari. Bu ham 10-kun bo'lgan bilan nima deydi, o'tar kechasi, 10-kunga o'tar kechasida bo'ladi. Ko'proq betda Cagliari bilan Romani uchrashuvida Roma ko'proq yutgan ekan. 1 marta durang va 1 marta oxirgi o'yinda Cagliari yutgan ekan. Roma ham kuchli komanda. Cagliari ham. Cagliari Fiorentinani yutgan ekan, Veronani yutgan ekan, Juventusda Genovadan mag'lub bo'lgan, Cremonese bilan durang o'ynagan, Milandan mag'lub bo'lgan o'zining uyida. Bu yerda ikkala jamoa gol uradi. Qo'shaloq imkoniyati to'g'ri bo'ladi. 12 va ikkalasi gol uradi.
3,5 koeffitsient. Endi ko'pchilik aytishi mumkin bu kupon o'tmaydi. Lekin do'stlar 2,1 bo'lib qolish ehtimoli katta. Chunki ikkalasi ham hujumkor, taktikaga ega. Bu taxmin katta ehtimol bilan o'tadi. Yana hamma o'zi biladi. O'zinglar boshqa variantlarni ko'rib olishlaring mumkin. Lekin menda ko'proq shu variant o'tadi. Sariq kartochkalarda umumiy total hop 2,5 dan ko'p. Juda past. Bir sariq kartochka olish kerak yo'q ekan. Burchak to'piga ko'ramiz. Burchak to'pi 1.2 totali 4,5 dan ko'p. Bu variant ham yaxshi. Hop, Fransiya 2-ligada ekan. Bu komandalarni bilmayman, shuning uchun bunga olmaymiz. Niderlandiya chempionati. PSV va OSS. Alkmaar 2. Bu klubda Chempionlar Ligasida ko'rganman, oz-moz bilaman. Bu yerda ko'p o'ylab o'tirmasdan taxmin, tavakkal qildim. G'olib 1. PSV. PSVni bitta goliga olamizsak, bu yerda ham PSVni yutug'iga olamiz. Portugaliya Premyer Ligasi. Sporting va Porto. Bu yerda 2% ikkala jamoa gol uradi. Kuponimiz voqealari 9 ta bo'ldi. Koeffitsient 229. Ko'pchilik aytishi mumkin bu kupon 100% o'tmaydi, lekin fikr bildirishdan oldin o'yinni ko'rishlaring mumkin. Bu futbol tavakkalga asoslangan. Hech kim oldindan nima bo'lishini bilmaydi. Hop, bu yerda qaram bo'lib qopti. Burchak to'pini olib tashlaymiz. Xullas, oldindan fikr bildirish bu noto'g'ri ish. Shuning uchun agar qiziqsanglar, bunga kuponni o'yinlar boshlanmasdan oldin ko'rsalaring, tikib qo'yishinglar mumkin. Katta risk qilish kerak emas, lekin risk qilsangiz ham o'tib ketsa normalniy summaga ega bo'lasiz. Men taxminan hozir balansi 2000 rublga to'ldirib, 2000 rubl atrofida yoki eng kami 1000 rubl o'zbek pulida 150 ming so'm garov qo'yaman. Hamma o'z hisobidan kelib chiqib, lekin minimum tavakkal risk qilib ko'rish kerak. Hamma holatiga qarab minimum 10 ming so'm tikish kerak. Misol men 150 ming tikadigan bo'lsam 173.765 rubl pul bo'ladi. Bu 20 milliondan ziyod yutuq. Do'stlar, eslatib o'taman, bizning Telegram kanalimiz ham mavjud. Telegram kanalimiz video opisaniyasida manzili bor. Kanalga kirib ko'rishinglar mumkin. Obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda bepul kuponlar bor. Bundan-da kuchliroq ekspresslar bor. Hozir prosta risk qilish uchun kupon qildik. 6, 7, 10, 20 koeffitsiyentgacha kuponlarimiz bor. Ishonchli 90% o'tish ehtimoli. Ularda qanaqa bo'ladi? U umuman boshqacha, gollariga, g'olibliklariga olinmaydi. O'zlaring kirib ko'rsalaring guvohlari bo'lasizlar. Undan tashqari biz ko'proq liniyadan ko'ra live kuponlar qilamiz. Liniyadan ko'ra live kuponlarimiz 80% ko'proq o'tadi.
Bu videoga ham like bosib qo'ying, kommentariyada fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'la, hammaga omad, kuponlaring o'taversin. Xullas, qo'llaring pul sanab charchamasin.